Hunayn g'azoti. Makka fatisi ushtumtut elib berilib, go'yo chaqmoq tezligida qo'lga kelgan bo'lg'achqa, butun arablar o'z quloqlariga ishonmay qoldi. Atrofdagi qo'shni qabilalar hash-pash degicha yuz bergan, ammo to'sib qolg'ili bo'lmaydigan bu o'zgarishlardan hang-tang qilishdi. Shunga ular ixtiyoriy va yoki amalsizlikdan taslim bo'lmadi. Biroq bu yerda intayin oz sondagi o'zini kuchli chaqlaydigan hakavur qabila va aymoqlarni yo'q degili bo'lmaydi. Havazin va Saqif qabilalari o'zlariga Bani Nasr, Bani Hasham, Bani Sa'ad ibn Bakr jamoati va Bani Hilal aymoqidan bir bo'lik kishilarni, ya'ni ularning hammasi Qays Ilan jamoatiga mansub kishilar edi. Ularni agashtirib musulmonlarga qarshi to'plandi. Bu aymoq va qabilalar musulmonlarning g'albisiga tantana qilib bo'ysunishni o'zlari uchun obro'yini tushirganlik deb qarab, Nasr aymoqidan Malik ibn Avf Nasri degan kishining atrofiga uyushib, uning qo'mondonligida musulmonlarga qarshi yurish qilishga bel bog'ladi. Dushman Avtas vodisiga kelib tushdi. Bosh qo'mondon Malik ibn Avf musulmonlarga qarshi qo'shin tortib otlanmoqchi bo'lib edi. U qo'shinni barliq mol-mulki va xotin bola-chaqalari bilan birga haydab mangdi. U davomli ilgirlab, oxiri Avtas vodisiga kelib tushdi. Avtas Havazin qabilasining tavalligidagi Hunaynga yaqin bir vodi edi. Hunayn Zilmajaz tarafdagi yana bir vodi. Demak, Hunayn, Avtas deganlar boshqa vodiylarning nomidir. Avtas bilan Makka oraliqi Arafat tarafdan hisoblaganda 10 necha mil, ya'ni 20 kilometrda keladi. Tajribalik bir mo'yisbitning qo'mondonning tadbirini xatoga chiqarganligi. Malik Avtas vodiyasiga kelib tushganda qo'shinning bosh oxiri jam bo'ldi. Ularning orasida Durayd ibn Samad ismli jang tadbirlariga mohir, chechan, tajribalik bir donishmand mo'yisbit kishimi bor edi. Uning ko'zi ko'r bo'lg'achqa mundoq deb so'rab qoldi. Biz hozir nada? Ular Avtasda deb javob berishdi. U, ot choptirish maydoni va qo'pol, qattiqmi emas va bek yumshoqmi emas. Ajiba men to'gib o'tloqlarning tovlashlarini, at eshaklarning kishnashlarini va buvoq narsidlarning yig'izorini hamda qo'y qo'tazlarning mang'rashlarini anglayman-ku deb so'radi. Ular Malik ibn Avf odamlarni, xotin bola chaqalari va mol-mulki, hatto o'g'il qiz farzandlari bilan haydab keldi deyishgan edi. U Malikni chaqirtib, uning bunday qilishdagi sababini so'radi. U kishilar o'zlarining mol dunyosi va xotin qizlarining ornumsini qo'g'dash uchun bo'lsa-mu, jon tikib urush qilsin uchun shunday qildim, dedi. Durayd o'ylanmayla, azbiroy xudo, podshining o'zi ekansan, ya'ni bakmu soddi ekansan. Mag'lub bo'lgandan madad so'ragan nadi bor. Urushda g'olib kelsang, sana asqatidig'ini qurol yaroqlar, tal chabdas yigitlar. Aksicha mag'lub bo'lsang, mol-mulk, xotin bolalaring oldida rasvoy jahon bo'lganing shu. Xotin qizlaringni dushman xotin qiladi, dedi. Ondan u ba'zi aymoq va nopuzli kishilarni so'rishtirgandan keyin mundoq dedi. Ey Malik, sen Havazin xalqining xotin qizlarini, ularning mol dunyosini dushmanning oldiga akilib yaxshi ish qilmabsan. Shunga sen ularni asl makoniga qaytarib et. Ondan bu yandagilar bilan urush qilgan. G'alba qilsang, xalqing kelib tabriklaydi. Navoda mag'lub bo'lsang, xotin qizlaringni va mol dunyolaringning or-nomusini saqlab qolasan, dedi. Lekin bosh qo'mondon Malik bu talabdan bosh chayqadi. U mundoq dedi. Azbiroy xudo, hargiz mundoq qilmayman. Qasam qilalaymanki, Havazin xalqi menga cho'qim itoat qiladi. Bo'lmasa, o'z qilichim bilan o'zimni o'ltirib olaman. Shuning bilan ular Malikqa itoat qilamiz deb cho'qon selishdi. Shunga Durayd, bu asli men qatnashmaydigan va qichib qutulolmaydigan bir kun bo'ldi, dedi. Va tövandagi qo'shoqni aytdi. Men o'zim bir navqaron, bo'lay bugun pahlavon. Yov qizini asir elib, haydab mangsam shodaman. Dushman tarafning axborot egilishi. Malikning musulmonlarning ahvolini igidab kelishga avatgan payloqchilari qaytib keldi. Vaholanki, ularning ruhiy holati to'liq g'amkin va aloqazat ko'rinadi. Malik ularga "Voysizlarni, so'zlanglarchu, bu nima ish?" degan edi. Ular duduqlab, "Azbiroy xudo, oq otliq, oq kiyimlik sarvozlarni ko'rib, vujudimizni titrak bosdi. Azbiroy xudo, bizning shuningdan beri o'ri turg'idak majolimiz qolmadi", dedi. Rasulullohning dushmanning ichki qismidan ahvol egallashi. Rasululloh egilagan axborotlardan dushmanning otlanganligi ma'lum bo'lgan edi. Shunga u Hadratil Aslamiyni avatib, dushmanning ichki qismiga so'qinib kirib, u yerda muvofiq muddat turib, ahvol egilab kelishga buyurdi. Shuning bilan u yo'lga chiqib, vazifani ijro qilib qaytib keldi.
payg'ambar alayhissalom Makkadan Hunaynga qarab otlandi. Shanba kuni, ya'ni Hijriyaning 8-yili Shavvol oyining 6-kuni saharda Rasululloh Makkadan ayrilib 12,000 sahoba bilan otlandi. Bu Makkani ishg'ol qilganning 19-kuniga to'g'ri keladi. Bularning 10,000i Madinadan kelganlar, 2,000i Makkada yangidan musulmon bo'lganlar edi. Rasululloh bu g'azot uchun Saffon ibn Umayyadan 100 dona savutni bir yurish aslahalar bilan oriyat oldi va Attab ibn Asidni Makkaga vali qilib tayinladi. Shu kuni kech kirib, gugum tushuvdi, otliq bir kishi kelib mundoq bir ma'lumotni yetkazdi. Men paloni taqqa chiqqan edim. U yerda Havazin xalqining cho'ng kichik, qari yosh, bola chaqa, qo'y qalalari bilan to'planib turayotganligini ko'rdim, dedi. Rasululloh buni anglab kulib soldi va inshaalloh ata shularning hammasi musulmonlarning bo'ladi, dedi. Shu kunidagi kuzatchilikni Anas ibn Abi Mirsadil G'anavi zimmasiga olgan edi. Musulmonlar Hunaynga ketib o'tib, yo'l ustida yop-yeshil o'sgan cho'ng bir siyda daraxining tubidan o'tdi. U Zoti Anvat deb ataladi. Shu yerdagi yerlik arablar bu daraxtdan tabarruk tilab, uningga qurol yaroqlarini esib, uning tuviga mol bo'g'izlab qurbonlik qiladi, yig'lab zarlanadi. Bu chaqda ba'zilar: "Ey Rasululloh, ularning Zoti Anvat bor bo'lganidek, ya'ni muborak daraxti bo'lganidek, bizgimi Zoti Anvat qilib bersang?" dedi. Rasululloh bu gapga xafa bo'lib, "Allohu akbar. Allah bilan qasamki, xuddi Musa alayhisalomning qavmi uningga bizgimi ularninkidek iloh tiklab bergin deganidek gap qildinglar. Musa, sizlar to'liq nodon xalq ekansizlar degan edi. Bu tarixiy qonuniyat. Oldinqilarning izini keyingilar bossizlar", dedi. Yana ba'zilar o'z qo'shinining ko'pligini ko'rib, bugun qat'iy mag'lub bo'lmoqdekmiz deyishgan edi. Bu gap Rasulullohga qattiq og'ir keldi. Islom qo'shini ushtumtut dushmanning hujumiga uchradi. Islom qo'shini Hunaynga Shavvolning 20-kuni sayshanba kecha yetib bordi. Malik ibn Avf bu yerga allburun yetib kelib bo'lgan bo'lib, u bu tarafdagi strategik o'rinlarga qo'shinlarni o'rinlashtirib olgan edi. Yo'shirinish mumkin bo'lgan yo'l ig'izi, jilg'a, tarchoq, qiyo cho'qa va kirish ig'izlariga bo'ktirma qo'shin tarqitib, musulmonlar ko'ringan hamon o'q bilan zarba berishga, ondan biroqli qo'zg'alib, yer yuzi hujumi qo'zg'ashga buyruq bergan edi. Ertasi tong saharda Rasululloh qo'shinlar atga soldi va to'q alamlarni har qaysi qismlarga tarqitib berdi. Shuning bilan musulmonlar sahar aloqarong'uda Hunayn vodiysiga qarab tuvan tushishga boshladi. Ular bu yo'llarda va jilg'ilarda dushman bo'ktirma qo'shini borligini bilmaydi. Ular shundoq tezlik bilan ilgarilayotgan bir paytda ushtumtut usti boshlariga qor yomg'irdak o'qlar yig'ib ketdi. Oldi tarafdan dushmanlar cho'qon selib devaylab keldi. Bu chaqda musulmonlarning saflari chuvalchaqlashib, tartibsiz holda qochishga boshladi. Hech kishiga boqmaydi. Bu ushtumtut berilgan zarba ajoyib talofat bo'ldiki, hatto yangidan musulmon bo'lgan Abu Sufyan ibn Harb ularning oxirgi mag'lubiyati Qizil dengiz bo'yida oxirlashqodak dedi. Jibilla ibn Junayd degan kishi: "Ey xaloyiq, bugun sehr ishlamay qoldi" deb varqirdi. Ammo Rasululloh qechayotganlardan o'zini chetga elib, asldagi o'rnidan tavranmay turdi va: "Ey xaloyiq, bu yoqqa kelinglar. Mana men Rasululloh bu yerda. Mana men Muhammad ibn Abdullah bu yerda" deb to'laydi. Bu chaqda uning yanidagi muhojirlar va o'z oil tavobatlardan bo'lib, sanoqli bir qancha kishilar qolgan edi. Mana shu yerda Rasulullohning tangdoshsiz jasur qiyofati va hech kimdan qo'rqmas botir xislati haqiqiy ravishda namoyon bo'ldi. U hadab Xijrni dushman tarafga devitib: "Men payg'ambar rost so'zim, yolg'on ig'iz ochmayman. Abdul Muttalib pushtiman, yov pushtidan qo'rqmayman", deydi. Biroq Rasulullohning Xijrning tizgini uning bir navri inisi Abu Sufyan ibn Haris va uning egar uzungisi tog'isi Abbos ibn Abdul Muttalib ching tutib olgan bo'lg'achqa Xijrni mang'il qo'ymaydi. Ondan Rasululloh tushib, Alloh subhanahu va taolodan: "Ey Alloh, yordamingni nozil qilgin" deb madad tiladi. Musulmonlarning qaytib kelganligi va jang maydonining qayta qiziganligi. Rasululloh tog'isi Abbos radhiyallohu anhu ni buyurib, sahobalarni to'latqizdi. U ovozi yuqori kishi edi. U mundoq deydi: "Shuning bilan men butun ovozim bilan Rizvon baytiga qatnashganlar nada deb to'ladim. Qasam qila olaymanki, ular mening ovozimni anglab, labbay, labbay deyishib uchqandek yugurib kelishdi. Bir odam to'gi bilan qochayotgan bo'lsa, u ovozini anglabla tugini ovoz tarafga buraydi.
Ammo uning tugini qaytarishga madori yetmaydi-da, shuning bilan u savut, qilich va nayza qatorliq jang qurollarini qo'liga ilib, tugidan sakrab ovoz tarafga chapatdi. Tugisi bir hazoga chepib, orqanda to'xtaydi. Shunday qilib, oxiri Rasulullohning yanida yuzlab odam jam bo'ldi. Ular sap tortib, dushman to'pining oldini to'sib, ular bilan qattiq elishdi. Shuningdan keyin da'vat ansorlar qartildi. Ey ansorlar jamoasi, ey ansorlar deb chaqirildi. Ondan ansorlarning bir oymiqi Bani Haris ibn Hazrajga alayda qartilib chaqirildi. Go'yo o'rkitilgan jaranda qochayotgan musulmonlar bu ovozni anglab, o'g'i itilgan yo'lvosdak etilib kelishdi. Natijada har ikki taraf ajoyib jasorat, ajoyib qahramonlik bilan elishdi. Rasululloh jang mana endi qizidi dedi. Ondan yerdan bir changal to'pini elib, dushmanlar xor bo'lsin deb ular tarafga chachgan edi. Ularning hammasining ko'zlari to'piga to'shib ketdi. Buning bilan ularning jangovarligi bo'shib, saf tartiblari chuvalchaqlashib, ishlari keyniga chekindi. Dushmanning ruhi so'nib, keng ko'lamda mag'lub bo'lishi. Rasululloh eliqi bir siqim tuproqni chechib, uzoq o'tmayla dushman tarafga og'ir mag'lubiyat yuzlandi. Saqif qabilasidan 70 ga yaqin mushrik o'ldirildi. Musulmonlar ularning haydab kelgan mol-mulk, qurol-yaroq va xotin-qizlarni yig'ib o'tkazib oldi. Alloh Qur'onda bu o'zgarishlarga ishorat berib, mundaq deydi. Va Hunayn kunda, ya'ni Hunayn jangida ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xo'shalanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda musulmonlarning soni 12 ming, mushriklarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi. Qattiq qo'rqqaninglardan keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib Rasulullohni ozg'ina mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Alloh payg'ambariga va mu'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik beg'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar, shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kofirlarni o'ldirish va asir elinish bilan azobladi. Kafirlarning jazosi ana shudir. Qur'oni Karim Sura Tavba 25-26 oyatlar. Qo'g'lab zarba berish harakati. Dushman taraf jang maydonida og'ir shikast yegandan keyin ularning bir bo'ligi Taif tarafga, yana bir bo'ligi Naxla degan joyga, uchinchi bir bo'ligi Avtasga qarab tikib o'tishdi. Shuning bilan Rasululloh Avtasga Abu Amir Ash'ari boshchiligida bir turkum qo'g'lab zarba bergich qismni avatgan edi. Ular dushman bilan ozroq tirkishib, oxiri dushmanni mag'lub qildi. Shu qatim qitirkishda qism qo'mondoni Abu Amir Ash'ari shahid bo'lib ketdi. Yana musulmonlarning otliq jabdaslaridan bir bo'lik kishilar Naxtiga qochgan mushrik qochoq qo'shinni qo'g'lab zarba berdi. Qochqinlar ichida Durayd ibn Samad qo'lga tushgan bo'lib, uni Rabiya ibn Rafi o'ldirdi. Ammo mushriklarning mutlaq ko'p sondagi qochoq qo'shini Taifga kirib panohlanib olgan edi. Rasululloh bularga g'animatni jamlab bo'lgandan keyin o'zi bevosita qo'shin tortib jazo yurish qo'zg'adi. Hunayn g'animatlari. Bu qatim qo'lga tushgan g'animatlarni tur bo'yicha hisoblaganda 6000 odam, 24 ming tuga, 40 mingdan ko'proq qo'y, 4 ming uqiya kumush, bir uqiya 37,7 grammga teng qatorliqlar bor edi. Rasululloh bu g'animatlarni jamlab Ji'rana degan joyga to'xtatib turishga Mas'ud ibn Amir al-G'affarini mas'ul qildi va Taif g'azitidan farig' bo'lganga qadar bu g'animatlarni taqsim qilmadi. Asrlar ichida Rasulullohning imildosh hamshirasi Shayma bint Haris Sa'di bor edi. U Rasulullohning oldiga kelib, o'zini Rasulullohga tunishtirgan edi. Rasululloh uni uningdagi ma'lum bir belgi bilan tunib olib, nihoyat xush bo'ldi va uningga ustidagi ridosini silib o'ltirishga taklif qildi. Ondan uningga iltifot qilib qo'yibdi. Taif g'azoti. Bu g'azot tegi takdidan olganda Hunayn g'azotining davomidir. Chunki Hunayn jang maydonida mag'lub bo'lgan Havazin va Saqif qochoq qo'shini bosh qo'mondan Malik ibn Avf bilan birga Taif qo'rg'oniga kirib olib mudofialanib olgan edi. Rasululloh Hunayndagi g'animatlarni yig'ib Ji'raniga o'rinlashtirishdan farig' bo'libla mushu oy, ya'ni Shavvol oyining o'zida Taifga jazo yurish qildi. U yo'lga chiqishdan burun Xolid ibn Validni 1000 kishi bilan qo'shinning kuzatchilari sifatida oldin yo'lga silib o'tgan edi. Ondan u cho'ng qo'shinni boshlab o'zi bevosita otlandi. U yo'l ustida Naxli, Yamaniya,
Andın Qarnul manazilni besib o'tib, Layya deb atiladigan bir joyga yetib keldi. U yerda Malik ibn Avfning bir qal'asi bor edi. Rasululloh uni chiqib tuzlab o'tishga buyurdi. Andın davomliq ilgirlab bir chaqda Taifga yetib berib, Taif qal'asiga yaqin bir joyga tushib, shu yerga bargoh qurdi va qal'ani muhosiraga oldi. Muhosira xeyli uzun davomlashdi. İmam Muslim Anas radhiyallohu anhudan naql qilgan bir hadisda muhosira 40 kun davomlashgan deyiladi. Tarixshunoslarning bu vaqtdagi qarashi o'xshash emas. Ba'zilar 20 kun desa, yana ba'zilar 13 kun bo'lgan deydi. Bir so'zda 18 kun deyilsa, yana bir so'zda 15 kun deyiladi. Har holda muhosira xeyli uzun davomlashgan bo'lib, bu jarayonda ikki tarafdan bir-biriga o'q etishish va to'p etishlar bo'lib turgan. Musulmonlar ularni muhosiraga olgan tunji kuni dushman taraf ularga qal'a ustidan qor yomg'irdak o'q yog'dirib, musulmonlardan nurg'un odam yaralangan va 12 odam shahid bo'lib ketgan. Natijada musulmonlar bargohni aslidagi o'rindan hozirgi Taif jamoasining o'rniga yetkazishga majbur bo'lgan va mushu yerni baza qilib urushni davomlashtirgan. Payg'ambar alayhisalom Taif kuchlariga manchanoq tiklab, ularni to'pqa tutgan edi. Bu tadbir bir oz ishlab qoldi. Manchanoqda etilgan toshlar qal'a temida cho'ng kichik chok va shura yo'chiqlarni paydo qildi. Manchanoq hozirgi zamon jang qurollaridagi aeroplan atarga o'xshib ketadigan bir xil cho'ng tipdagi harbiy qurol. Shuning bilan bir turkum kishilar dabboba, ya'ni hozirgi zamondagi tankga o'xshaydigan bir xil qurolning ichiga kirib, tomni teyish uchun qal'a tubiga borgan edi. Dushman bularga qip-qizil qizitilgan temir zaqlarni etib, dabbobaga o't qo'yibdi. Uning tegidikilar qaytib chiqib edi, ustidan o'q yog'dirib bir qancha kishini shahid qilibdi. Payg'ambar alayhisalom yana dushmanni taslim bo'lishga majburlash uchun jang tadbiri sifatida Taif uzumzorligini kesib tashlash va bog' bo'stonlarga o't qo'yishga buyurdi. Musulmonlar bir bo'lik yerlarning tanligini vayron qildi. Shuning bilan Saqif xalqi Rasulullohning oldiga kelib, Allohning va sizlar rahimning hurmati uchun o't qo'yishni to'xtatsang deb yalvorishdi. Rasululloh uni Allohning va sizlar rahimning hurmati uchun deb qoldirib qo'ydi. Orqadan jakarisi chiqib, kimiki qal'adan al bo'lib tushsa, u hur, ya'ni azod, amin bo'ladi deb e'lon qilg'izdi. Bu tadbirmo belgilik rol o'ynadi. Natijada 23 odam har xil yo'llar bilan qal'adan tushib keldi. Bularning ichida bir kishi Taif qal'asi ichidagi bir suv tortish asbobining org'amchisi bilan qal'a ustidan seyrilib tushgan edi. Rasululloh uni shu ma'noni ifodalaydigan Abu Bakrata, ya'ni orqanchi deb atab qo'ydi va ularning hammasini kechirim qildi. Bularning ta'minotini musulmonlarga yukladi. Bu ish qal'adagi mushriklar uchun aytganda nihoyat qattiq zarba bo'ldi. Muhosirning vaqti uzunga so'zilgan sari dushmanning qarshilik ko'rsatish tadbirlari kuchaydi. Musulmonlarning ichida mushriklarning o'q zarbisi va qizitib tashlagan temir parchalarining zarbisidan o'lim yetim va yardar bo'lish ahvoli eshib bordi. Aslida dushman taraf qo'rg'on ichidan 1 yil yetgudak ta'minot va oziq-tulik to'plab olgan edi. Shunga Rasululloh Nawfal ibn Muaviya adayliga maslahat soldi. U: "Ey Rasululloh, bular hozir uvisiga kirib olgan tulkiga o'xshaydi. Uni marab tursang amon tuta olaysan, tashlab ketsang sana ziyon yetkazolmaydi." Uning maslahatini anglagandan keyin Rasululloh muhosirni bo'shatib, qo'shinni chekindirib ketish qaroriga keldi va Umar ibn Xattobni buyurib, qo'shinga "Alloh xolisa, at qaytmoqchimiz" deb e'lon qilg'izdi. Bu qaror ko'p sondagi musulmonlarga yoqmadi. Ular qo'rg'onni olmay qaytamizmi deyishdi. Shunga payg'ambar alayhisalom "Amisa atigan keng ko'lamli hujum qo'zg'anglar" degan edi. Ular atiganlik hujumdilar og'ir talafotga uchradi. Nurg'un kishilar yarda bo'ldi. Bu chaqda Rasululloh "Endi biz cho'qim qaytamiz" degan edi. Musulmonlar buningdan shodlandi va chekinishga boshladi. Rasululloh kulmoqda edi. Musulmonlar Taif muhosirasini bo'shatib qaytish uchun yo'lga chiqib edi. Rasululloh ularga "Qaytquchidirmiz, tavba qilg'uchidirmiz, ibodat qilg'uchidirmiz, Rabbimizga hamd etquchidirmiz deb meninglar" dedi. Bir kishi "Ey Rasululloh, Saqif xalqiga duoibat qilsang" dedi. Rasululloh "Ey Alloh, Saqif xalqini hidoyat qilgin va ularni to'g'ri yo'lga boshlagin" dedi. Ji'irronidagi taqsimot.
Rasululloh Toifdagi muhosirani bo'shatib, Ji'irroniga qaytib kelgandan keyin Havozin xalqi tavba qilib, mol-mulk va asirlarni tilab elib olish uchun elchi kelib qolar degan umidda g'animatlarni taqsim qilmay 10 necha kun kutib turdi. Lekin ular tarafdan hech kim kelmadi. Shunga Rasululloh butun Asiyada g'animat va taqsimotda qolgan ayrim shaxslar, qabila oqsoqollari va Makka katavashlarining ko'nglini tindirib qo'yish uchun g'animatlarni taqsim qilishga kirishdi. Ko'nglini islomga moyil qilish obyektlari hammadan avval bahramon qilindi va alohida nasibiga ega bo'ldi. Rasululloh eng avval Abu Sufyan ibn Harbga 40 uqiya oltin va 100 dona to'gi beribdi. 40 uqiya taxminan 1 kilogramga yaqin. Abu Sufyan o'g'lim Yazidkichu degan edi, Rasululloh uningga shunchalik miqdorda mol dunyo berdi. Abu Sufyan yana o'g'lim Muaviyagichu degan edi, uningga yana otasininkiga o'xshash miqdorda mol dunyo iltifot qildi. Hakim ibn Hizomga 100 dona to'gi bergan edi, Hakim yana 100 to'gi iltifot qilishni so'radi. Rasululloh uningga yana 100 to'gi buyurdi. Uningdan keyin Safvon ibn Umayyaga 100 to'gi bergan edi, u mu orqa-orqadan so'rab 300 to'giga ega bo'ldi. Shifo nomli kitobda shundoq deyiladi. Haris ibn Kaldiga 100 to'gi berdi. Shuningdek, Quraysh katavashlari va boshqa qabila oqsoqollardan bir qancha kishiga 100 dan to'gi iltifot qildi. Yana bir qismlarga 50 dan 40 dan berdi. Hatto el orasida Muhammad tugab ketishdan qo'rqmay beradigan degan xabar tarqaldi. Natijada shu atrofdagi Arabiy badaviylar Rasulullohdan mol talab qilib, to'p kelib, hatto uni maydonning eng chetidagi bir daraxt tubiga qistab apardi. Daraxt Rasulullohning ridosini ilib oldi. Bu chaqda Rasululloh ularga: "Ey xaloyiq, ridoyimni sunib beringlar. Alloh bilan qasamki, agar hozir yenimda tahama darxining sonichi mol-mulkim bo'lsa, uningdan o'zimga ozroqmi qoldirmay, hammani sizlarga berib atgan bo'lardim. Men undoq bexil, ko'zi kichik, qo'rqinchoq kazzoblardan emasman", dedi. Ondan u tugisining yeniga berib, tugisining lokisidan bir tal yo'g'ni yulib oldi-da, mundoq dedi: "Sizlarning bu o'lja degan bir nimanglar menga mushinchilikmi qolmaydi. Faqat 5 dan 1 qoladi. U 5 dan 1mi yana sizlarga qaytarildi." Islom diniga moyil qilish obyektlarga Rasululloh o'zi chaqlab berib bo'lgandan keyin Zayd ibn Sabitni qolgan g'animatlar bilan asirlarning sonini elishga buyurdi. Ondan uni qo'shinning kishi beshiga chachqan edi. Har bir odamga 4 tuga 40 dona qo'y taqsim bo'ldi. Navoda otliq bo'lsa 12 tuga va 120 qo'yga ega bo'ldi. Bu taqsimot nihoyat kuchli siyosiy veliki ega intayin dona taqsimot bo'lgan edi. Chunki dunyoda shundaq bir qism kishilar borki, ularni haqqoniyat qaynimiga aqllari va tafakkur, ong idraklar emas, balki gal qo'rsoqlari so'rab akiradi. Bu xuddi o'rikkan hayvonlarni yem-xashakka aldab, qo'tonga omon eson solib olganga o'xshaydi. Bundaqlarmi iymon islomga moyil qilinish uchun har xil qiziqtirish va jalb qilish vositalariga muhtoj albatta. Ansorilarning Rasulullohga ochchig'i kelganligi. Bu siyosat dastlabda ancha yaxshi tushunib ketilmadi. Shunga har xil o'sak gap so'zlar paydo bo'ldi. Ansorlar shu siyosatning ziynini eng ko'p tortdi. Ular Hunayn hadiya sovg'alaridan butunlay mahrum qolgan edi. Vaholanki qiyin paytda chaqirilganda uchqandek kelib payg'ambar alayhisalom bilan mo'rini mo'riga tirab jang qilib, qo'shinning chekinish holatini g'alaba va zafar holatiga o'zgartganlar dal ansorlar edi. Amdilikda bo'lsa, jangning taroq-turuqlarini anglabla, quyruqini xada qilib tikayotganlar qo'llariga uchumlab oltin kumushlarni ilib, xushalliqidan ko'zlari aloq-jaloq bo'lib ketdi. Ammo ularchu texi bir qo'yning bo'yniga arg'amchi silib boqmadi. Ibn Isaq Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan naql qilgan bir hadisda mundoq deydi: Rasululloh bu g'animatlardan Qurayshlarga va boshqa arab qabilalariga ko'plab berib, ansorlarga hech narsa tegmagandan keyin bu kishilar o'z ichida xafa bo'lib ba'zi gaplarni qildi. Hatto ochchig'iga paylamagan birsi: "Azbiroy Xudo, Rasululloh endi o'z qavm jamoatlarini tepib olib bo'ldi", dedi. Sa'd ibn Uboda Rasulullohning yoniga kirib: "Ey Rasululloh, sen o'z qavm qiyindoshlaringga va boshqa qabila oqsoqollarga zo'r miqdorda sovg'a va hadiyalarni to'kib berib, ansorlardan iborat bu bir jamoat kishilarga hech narsa bermaganingdan keyin ular sendan xafa bo'libdi", dedi. Rasululloh: "Sen mi xafa bo'ldingmi?" deb so'radi. Sa'd ibn Uboda:
ey Rasululloh, men shularning birida albatta, dedi. Rasululloh, undaq bo'lsa, qavmingni mono ihota ichiga yiqqin, dedi. Shuning bilan Sa'd ansorlarning qishig'i chiqib, ularni hilqi ihota ichiga yig'di. Muhojirlardan bir bo'lik kishilar kelgan edi, ularni kirgili qo'ydi. Ondan yana bir bo'liklar kelgan edi, ularni kirgizmadi. Ular to'liq yig'ilib bo'ldi. Sa'd chiqib Rasulullohga ansorlar yig'ilib bo'ldi deb xabar qildi. Shuning bilan Rasululloh ularning yeniga kirib, avval Allohga hamd sano etdi. Ondan mundaq dedi: "Ey ansorlar jamoasi, menga sizlar tarafidan anglag'ini qandoq gap? U sizlarning ko'ngillarda menga achchig'inglar kelganimi? Men sizlarning qishinglarga berishning oldida sizlar ozg'un gumroh xalq emasmidinglar? Allah sizlarni mening sababim bilan hidoyat qilmadimi? Kambag'al namrat edinglar. Allah sizlarni boy qilmadimi? O'zaro adovatlik dushmanlar edinglar. Allah qalbinglarni birlashtirib sizlarni yarashtirmadimi?" Ansorlar shundoq: "Allah va Allohning payg'ambarining yaxshilik ko'pdir va afzaldir" deyishdi. Rasululloh yana: "Ey ansorlar jamoasi, javob beringlarchi" degan edi. Ansorlar: "Nima deb javob beramiz ey Rasululloh? Yaxshilik Allohga va Allohning payg'ambariga mansub" deb turib oldi. Rasululloh: "Agar xohlasanglar, seni boshqalar yolg'onga chiqarib ekan. Biz rost deb e'tirof qildik. El tashlab etibdikan. Biz qo'lladik. Qo'g'li etibdikan, biz aramizga oldik. Namrat yo'qsil ekansan. G'amxo'rlik qildik deyishinglar mumkin. Albatta rost deysizlar. Ey ansorlar, ba'zi odamlarni musulmon bo'lsin uchun dunyoning yo'qolan narsalar bilan bahramon qilib, sizlarni iymoninglarga topshirsam, shuningga achchig'inglar keldimi? Ey ansorlar, boshqalar qo'y kalalarni haydab ketsa, sizlar yurtinglarga Rasulullohni elib qaytishga rozi bo'lmamsizlar? Alloh bilan qasamki, agar hijrat bo'lmagan bo'lsa, men ansorlardan avatilgan bo'lardim. Jimi odamlar bir yo'lda mengib, ansorlar yana bir yo'lda mangsa, men cho'qim ansorlar mangan yo'lni tutgan bo'lardim. Ey Alloh, ansorlarga rahmat qilgin. Ansorlarning bolalariga rahmat qilgin va ularning navra-chavralariga rahmat qilgin, dedi. Bu chaqda ansorlar ko'z yesh qilishdi. Hatto soqollari ho'l bo'lib ketdi. Ular mundaq dedi: Rasulullohning taqsimotiga rozi bo'ldik va nisibimizning Rasululloh bo'lishiga rozi bo'ldik. Ondan Rasulullohmi qaytdi va ularmi qaytishdi. Havazin elchilarining kelishi. G'animatlar taqsim qilinib bo'lgandan keyin Havazin elchilari o'zlarining musulmon bo'lganligini bildirib keldi. Ular Zuhayr ibn Sarda boshchiligida 14 odam edi. Elchilar Rasulullohning imildosh tog'isi Abu Barqonnimi elib kelgan edi. Elchilar Rasulullohdan ularga yaxshilik qilish yuzidan asir va mol-mulklarni qaytarib berishni tiladi. Ular Rasulullohga kishining dilini eritadigan shirin tatliq gaplarni qilgan edi. Rasululloh: "Ko'rib turibsizlar, men yolg'iz emasman. Rost gap qilishni yaxshi ko'raman. Sizlar tanlanglar. O'g'illaringlar va xotin-qizlaringlarga turamsizlar yoki mol dunyolaringlargami?" dedi. Ular birdak naslimizga hech narsani tan qilmaymiz deyishgan edi. Rasululloh: "Undaq bo'lsa, sizlar peshin namozidan keyin o'rninglardan turib, Rasulullohni mu'minlarga arg'i selib keltirib va mu'minlarni Rasulullohga shafiy keltirib, asirlarimizni qaytarib berishinglarni so'raymiz denglar", dedi. Shuning bilan ular Rasululloh peshin namozidan farigʼ bo'lgan hamon o'rinlaridan turib shunda qilgan edi. Rasululloh: mening qo'limdagi va Bani Abdul Muttalib jamoatining qo'lidagi barliq asirlarni cho'qim qaytarib beraman hamda boshqalarningmi qaytarib berishiga haydakchilik qilaman, dedi. Bu chaqda barliq muhojirlar va ansorlar ifoda bildirib, bizning nasibillarimizmi Rasulullohga taalluq deyishdi. Aqra ibn Habis: "Men va Banu Tamim xalqi qaytarib bermaymiz", dedi. Uyayna ibn Hismo: "Men va Bani Bazara xalqi qaytarib bermaymiz", dedi. Abbas ibn Mardasmi ifoda bildirib, "Men va Bani Sulaym xalqini qaytarmaymiz" degan edi. Uning xalqi birdak bizga tegmoqchi bo'lgani Rasulullohga mansub deyapti. Shuning bilan u "Meni yerga qaratdinglar" deb jimib qoldi. Rasululloh mundaq dedi: "Bu odamlar musulmon bo'lib tavba qilib ketdi. Shuning uchunmi men ularning asirlarini taqsim qilmay bir qancha kun saqlagan edim. Endi men ularni ixtiyoriga qo'yib edim, ular o'zlarining nasibiga hech narsani tan qilmaydi ekan. Shunga yanada asir borlar qaytarib berishga rozi bo'lsa qaytarib bersin.
Qachon o'z nisibisini ching tutaman degichilar bo'lsa-mu, bu qitimqi asrlarni hozir elchilarga cho'qim qaytirib bersin. Uning o'rniga keyin Alloh bizga g'animat ato qilganda, tunji bo'lib shular birga 6 hass ko'paytib g'animat olsin, dedi. Jamoatchilik birdaq qilib, "Rozi bo'ldik, ey Rasululloh" deyishdi. Rasululloh: "Biz hozir aranglardan kimning rozi bo'lganini, kimning norozi bo'lganligini uqmaymiz. Shunga hammanglar yotoqlaringlarga qaytib, vakillaringlar fikringlarni yetkazsin", dedi. Shuning bilan musulmonlar Havozin elchilariga bas-bas bilan asoratdagi xotin qizlarni va o'g'il bola chaqalarni qaytirib berishdi. Faqat Uyayna ibn Hisni uningga tekkan qo'lidagi bir qeri xotinni qaytirib bergil unmay, keyinroq qaytirib berdi. Rasululloh asrlar qaytish oldida hammasini birdan Misrda ishlangan kiyim-kechaklari bilan tartiqlab yo'lga soldi. Umra haj qilib Madinaga qaytish. Rasululloh Ji'irronidagi taqsimot va asrlarni qaytirish ishlaridan farig' bo'lgandan keyin shu yerdan umra hajga ihrom bog'lab, haramga kirib umra ado qildi va Makkaga Attab ibn Asidni bosh ma'mur, ya'ni vali qilib tayinlab qo'ygandan keyin Madinaga qaytdi. U Madinaga shu yili, ya'ni Hijrining 8-yili Zulqa'da oyining 24-kuni qaytib keldi. Muhammad G'azzali, Alloh unga rahmat qilsin, mundaq degan: Allohga ming shukrki, Rasulullohning bu qatim Makkadan cho'ng g'alba tojisini kiyib, zafar quchib Madinaga qaytib kelishi bilan bu ulug' shahar Madina Munawvaraga mushiningdan 8 yil ilgari qadam tashrif qilish o'ttirsidagi farq nima degan zo'r, nima degan cho'ng. U bu chaqda panohlik izlab g'arib musofir bo'lib kelgan edi. Eshtashliq va yordamga muhtoj edi. Bu chaqda Madina xalqi uni hurmatladi, yuqori o'rin berdi, orig'i ilib yordam qildi. Onunğa nazil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashdi. Rasululloh uchun jami odamlarning dushmanlik qilishiga, chekki qiqishiga uchirdi. Ayni vaqtda u qochib muhojir bo'lib kelgan chig'ida qizg'in qarshi olgan oq ko'ngil Madina xalqi mana endi uni 8 yildan keyin yana bir qatim qarshi elish oldida turibdi. Vaholanki, endi uningga Makka bo'ysundi. Makka o'zining zo'migar takabburligini va jahil tarsoligini ko'rib tashlab, uning oldida bechora holda qo'l qo'shtirib turadi. Shuning bilan Rasululloh uni islom izzat hurmati bilan hurmatlab, uni o'rnidan dast turg'izdi. Uningga sharaf libosini kiygizdi, barliq xatoliklarni va kechirgisiz gunohlarni afv qildi. Kimiki haqiqiy taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshi mukofotga erishadi. Chunki Alloh yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. Sura Yusuf 90-oyatning bir qismi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini haqqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun Rasululloh.